Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimni qo'y fermamda turibmiz. Akalar, bugunga mana 3 dona zo'ridan bor. Qo'ylar charchag'i chiqdi qo'ylar. Akalar, mana qo'chqorlarni charchag'i chiqdi. Qirg'izdan tushgan Bishkek qo'ylar. Qo'chqorlar hali tish buzmagan, cho'vi ham qo'zi. Hammasi bitta partiya. Hammasi bitta odam. Qo'chqorlar akalar. Cho'vi ham bir joydan chiqqan. Yeb ichishlari zo'r. Hammasi liniyasi bitta odamdan chiqqan. Yosh oyligi 10 oy, 9 oy, 10 oy atrofida. Qo'chqorlarni yeyishi ham zo'r ekan. Charchag'i chiqib bo'ldi. Qo'y 80.